Ikkita odam Toshkentdan noturar ko'chmas mulk sotib oldi. Bir vaqtda o'zida. Bitta odamda olgan mulki 5 yildan keyin 10 baravarga o'sdi, bitta odamda olgan mulki 2 baravarga o'sdi. Bu endi savol tug'iladi. Nima sababdan bunaqa bo'ldi? Ikkita odam ikki xil narsa sotib olganiga mulk narxi har xil oshdimi yoki bittasi arzonroq, bittasi qimmatroq olganigami? Bular ham sabab bo'lishi mumkin, lekin asosiy sabab bu lokatsiya. Qayerdan joy olishinglar, qanaqa narxga olishinglar yildan keyin, nechadir yillardan keyin mulk o'sishiga juda ham katta ta'sir qiladi. Bugungi videomizda Toshkentdagi qaysi tumanlar narx jihatidan tezroq o'sayotganini o'rganib, uni sabablarini keltirib o'tishga harakat qilamiz. Ko'p ma'lumot bermaymiz, qisqa lo'nda gapirishga harakat qilamiz. Biz o'zimiz bilgan, tajribamizdan chiqqan narsa shuki, ko'chmas mulk o'sishiga sabab bo'ladigan asosiy 3 ta omil bor. Birinchi omil bu infrastruktura. Qaysiki rayonga yangi yo'llar keladigan bo'lsa, metro keladigan bo'lsa, bolnitsa, maktab, turar joy majmualari quriladigan bo'lsa, aniqki, o'sha infrastruktura qurilishidan oldingi narxlar bilan 1 yil keyingi narxlar tamoman farq qiladi. Ikkinchi omil bu biznes muhit. Ya'ni qaysiki tumanda biznes sentrlar, delovoy rayonlar, katta-katta korxonalarning ofisi, shtab kvartirasi, banklar bo'ladigan bo'lsa yoki qanaqadir yagona darcha, davlat markazlari bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki o'sha tumanda, o'sha joyda ko'chmas mulkka bo'lgan talab juda yuqori bo'ladi. Sababi ko'p holatda endi odamlar erinchoq boradi, yashayotgan joyda uy ham bo'lishini xohlaydi, dam olish ham o'sha yerda xohlaydi, restoranlarga ham o'sha yerda borishni xohlaydi. O'shaning uchun juda ham gustonasilonniy bo'lib ketadi. Mana shunaqa delovoy rayonlar biznes muhit ham juda katta ta'sirga ega. Uchinchi omil bu quruvchilar qiziqayotgan tumanlar. Agarda siz reputatsiyasi yaxshi bo'lgan kattaroq quruvchi qaysidir joydan yer olib qurilish boshlayotganini sezgan bo'lsangiz, o'sha joydan mulk olsangiz, siz yutqizmaysiz. Sababi katta quruvchilarni o'zini analitik komandasi bo'ladi. Ular bitta loyihaga kirishdan oldin polni o'rganib chiqib, finansiy modellarni qilib, hamma risklarini hisobga olib chiqishadi. 90% holatda o'sha qurilish qilayotgan joyi muvaffaqiyatli bo'ladi. Agar siz ham o'sha jarayonda investitsiya bilan o'sha tumanga kiradigan bo'lsangiz, vaqt o'tib investitsiyangiz karalab o'zini oqlaydi. Keling endi shu berib o'tgan ma'lumotlarimizning asosida bir nechta tumanlarni qisqacha o'rganib chiqamiz. Birinchi ko'rib chiqadigan tumanimiz bu Yunusobod tumani. Yunusobod tumani Toshkentning eng delovoy rayonlaridan biri desam adashmagan bo'laman. Bu tumanda Aren Business Center, Dim Tower Business Center, undan tashqari mana Beeline markaziy ofisi, yangi qurilayotgan Centris Business Centerlari bor. Ko'plab poytaxt savdo majmuasi va hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan Skver xiyoboni ham bor. Shu e'tibordan ko'plab xalqaro kompaniyalar aynan shu joylardan ofisga joy qarashadi, ofis olishadi, davlat korxonalarining markaziy ofislari joylashgan. Undan tashqari ko'plab mahalliy va xalqaro bo'lgan kafenya, restoranlar mavjud. Shu e'tibordan bu tumanga aynan mash etib o'tgan lokatsiyalarga bo'lgan talab, arendaga ham, sotib olishga ham bo'lgan talab har doim yuqori. Bu rayonga investitsiya qilmoqchi bo'lganlarda qanaqa risklar bor? Eng birinchi risk bu narx-navo. Rayon rivojlanganligi hisobidan ko'chmas mulkka bo'lgan narxlar sezilarli darajada boshqa rayonlarga nisbatan balandroq bo'ladi. Shu sababli birlamchi investitsiya katta talab qilinadi. Lekin investitsiya katta bo'lgan bilan, ya'ni likvidlik darajasi baland. Uni qanaqadir ko'chmas mulk sotib olsangiz ham, uni ijaraga berish, keyin sotib olish protsessi ham ancha tez bo'ladi va undan tashqari narx baland bo'lganligiga qaramasdan yildan yilga bu ko'rsatkich yana oshib boryapti. Keyin ko'rib chiqadigan tumanimiz bu Mirzo Ulug'bek tumani. Mirzo Ulug'bek tumani hozirgi kunda eng texnologik va ta'lim muassasalariga moslashgan eng yaxshi rayon desam adashmagan bo'laman. Ko'plab xalqaro universitetlar, maktablar aynan mana shu Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan. Undan tashqari IT park bor. IT park ham shu aynan Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan. IT parkka nima aytib o'tib ketyapman? Hozirda ko'plab chet ellik mutaxassislar ya'ni O'zbekistonga kelyapti. O'zbekistonda aynan mana shu IT rivojlanayotganligi sababli ko'plar mana shu IT park atrofidan uy olishni xohlaydi. Oilasi bilan ko'chib kelganligi sababli maktab yoki universitet bo'lsa, hamma muammosi bittada yechimga ega bo'layotganligi sababli ko'p chetdan kelayotgan fuqarolarning tanlovi aynan mana shu Mirzo Ulug'bek tumanida bo'lyapti. Keyin ko'rib chiqadigan tumanimiz bu Sergeli tumani. Sergeli Yangihayot tumani 5 yil oldin deyarli hech kim ahamiyat bermaydigan tumanlardan biri hisoblangan, lekin 5 yil ichida juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Davlat tomonidan yangi yo'llar qilindi, metro, undan tashqari ko'p infrastruktura masalalari yechildi. Juda ham ko'plab ishlab chiqarishlar o'tga ko'chdi. 100 minglab kvadrat turar joy majmualari
qurilib bitqizildi. Aynan kimdir 5 yil, 6 yil oldin Sergeli Yangi hayotdan yer yoki qanaqadir ko'chmas mulk sotib olgan bo'lsa, hammaga ma'lumki, bu ko'chmas mulkka yer narxi kamida 10 baravarga oshdi. Shu sababli biza Sergelini qaysi tumanga qiyos qilsak bo'ladi? Sergeli endi rivojlanayotgan 10-15 yil oldingi Yunusobodga bemalol qiyoslasak bo'ladi. Sababi Sergeli ham sekin-sekin hamma transport vositalari, metro, avtobus bekatlari qo'yilgani sababli, hamma ishlab chiqarish kuchlari o'shga tashlanganligi sababli, yangi qurilishlar bo'layotganligi sababli ancha-muncha delovoy rayonga aylanib qoldi desak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Va hozirda ham Sergeli Yangi hayot tumaniga bo'lgan qurilish yoki sklad uchun talab juda ham yuqori. Oxir ko'rib chiqadigan tumanimiz bu Yakkasaroy tumani. Yakkasaroy tumani eskidan eng prestij rayonlardan biri hisoblanadi. Ya'ni Yakkasaroy tumanida juda ham ko'p premial turar joy majmualari, mehmonxonalar joylashgan, biznes sentrlar, ofislar, restoranlarga juda boy tuman hisoblanadi va hozirda ham quruvchilar, undan tashqari mana shu ofisga joy olaman deydiganlar tomonidan Yakkasaroy tumaniga bo'lgan talab juda ham yuqori. Narx-navosi Yunusobod bilan deyarli bir xil, ba'zi bir joylarda sezilarli farq qilib turadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Yakkasaroy va Yunusobodga bo'lgan talab hali ham bor. Katta ehtimol bilan noturar ko'chmas mulk sotib oladigan bo'lsangiz yoki joy olib qurilish qilaman desangiz, yutqizmaysiz, chunki biz shu sohaning ichida bo'lganimiz sababli bizga bu narsa seziladi. Aynan shu Yunusobod Yakkasaroyda ko'chmas mulk sotilishiga yoki uni ijaraga berishda talab sezilarli darajada yuqori. Agarda siz uzoq muddatli investitsiya va yuqori o'sishni kutayotgan bo'lsangiz, Sergeli va Yangi hayot tumanini ko'rib chiqishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu kabi yirik loyihalarga investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Space Property korxonasi 4 yildan beri yirik tadbirkorlar bilan ishlab, ular uchun joy topib berib va ularning joyini sotish bilan shug'ullanib kelyapti. Keyingi videolarimizda ham xudo xolasa foydali, qiziqarli analitikalar, ko'chmas mulkka doir ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilamiz. Obuna bo'lib qo'yishga esingizdan chiqarmanglar. Fikringizni izohlarda kutib qolamiz.